2026 yilgi Chevrolet Trailblazer bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kuchli dvigatel uyg'unligini o'zida mujassam etgan yangi avlod krossoveridir. Yangi model tashqi ko'rinishida yanada jozibali, sport uslubidagi agressiv chiziqlar va aerodinamik shakllar bilan ajralib turadi. Old qismi keng panjara, LED faralar va yangilangan Chevrolet logotipi bilan yanada premium ko'rinishga ega bo'lgan. Salon ichida esa yuqori sifatli materiallar, keng joy va qulayliklar ustuvor o'rinda. Haydovchi uchun 11 dyumli raqamli panel va 11.3 dyumli sensorli multimedia ekrani o'rnatilgan. Bu tizim Apple CarPlay va Android Auto bilan to'liq mos keladi. Shuningdek, ovozli boshqaruv funksiyasi ham mavjud. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, yuk joyi kengaytirilgan. Bu esa uzoq safarlar yoki oilaviy foydalanish uchun juda qulay. Texnik jihatdan Trailblazer 1.3 litrli turbo dvigatel bilan ta'minlangan bo'lib, u 155 ot kuchi ishlab chiqaradi. Uzatmalar qutisi avtomatik 9 pogonali bo'lib, yo'l sharoitiga qarab silliq harakatni ta'minlaydi. Shuningdek, AMT barcha gildiraklar bilan harakat tizimi mavjud bo'lib, bu avtomobilni togli yoki notekis yo'llarda ham barqaror qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada takomillashtirilgan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turuvchi yordamchi, kor joy nazorati va orqa kamera bilan jihozlangan. 2026 Trailblazer energiya tejovchi, ishonchli va zamonaviy haydovchilar uchun mo'ljallangan ideal variant hisoblanadi. Yangi Trailblazer bir nechta variantlarda, LT Active Vars komplektatsiyalarda taqdim etiladi. Har biri o'ziga xos dizayn va opsiyalarga ega bo'lib, xaridorlar o'z ehtiyojiga qarab tanlov qilishi mumkin. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Trailblazer bu texnologiya, qulaylik va ishonchlilikni birlashtirgan, o'z sinfida yetakchi bo'lishga loyiq yangi crossoverdir.